Assalomu alaykum hammaga. Bugun 2 aprel, haftani payshanba kuni. Menda mana shunaqa protsesslar, shunaqa to'qiyapman. Quyonchalar bu yoqda adashib qolganman. Aslida men bunaqa qilishim kerak edi. Adashib qolganman. Tak, 0,25 dan tana rangi koreyskiy ipni to'qiyapman sabzi-rang. Keyin 0,25 tana o'g'il bolachasi. Keyin men bunaqa rang nomerini to'g'risi bilmayman, lekin palitramga yozib boraman. Mana shunaqa. Bu qiz bolasi bo'lsa, bu o'g'il bolachasidan. Tak, hozir 4 tadan qilmoqchiman. Hozir ikkita oyoqcha to'qidim. Yo'q, bitta to'qigan ekanman. Bittasi protsessda hozir menda. Qizlarim uxlayapti, oyoqqa olib qoldi shekilli. Tak, bundan keyin nima to'qiyman? Bundan keyin hozir 4 taga chiqarishim kerak buni. Mana bundan ham tortdim. Keyin oyoqchalarga o'taman. Oyoqcha tak, men bunaqa tsvetdan. Aksov kartopol 250 metr, 313 dan va elektr rangidan bordovoy tsvetdan. Bu qizcha bo'ladi, ayiqcha, qizchasi xuddi ko'ylakchasi mana shunaqa bo'ladi. Bunaqa emas, bunaqa. O'g'il bolachasi elektr rang, ayiqcha mana bunaqa rang. Mana bunaqa bo'ladi. Adashib ketyapman. Mana shunaqa menda hozir protsess. Hisobim bo'yicha agar sabrim yetsa, agar oxirigacha to'qib до конца deydi-ku, oxirigacha olib bora olsam, 20 ta quyoncha, ayiqcha bilan aralash 20 taga chiqyapti. Chunki 4 ta menda tayyori bor. Bundan oldin yarmarkaga chiqqanimda o'yinchoqlarim qolmagan quyonchalar. Men orada 8 ta to'qidim bu quyonchadan. 8 tadan 4 tasini batutga berib yubordim sotishga. O'yinchoq topshiraman-ku, o'sha yoqqa berib yubordim. Kecha brilok. U kechadan oldin bergan ekanman. Kecha brilok bitta kukla berib yubordim. Yo, to'xtinglar, adashyapman. Nima deyapman o'zi? 20 ta brilok, bitta kukla, ha. 4 ta quyonchani o'tgan safar berganman. Shunda uyda 4 ta qolgan. Narsalar deb tashladim. Xullas, adashib ham ketyapman. Mana shunaqa protsesslar. Xo'sh, Telegram kanalimda kim bo'lsa, ko'rib, u yoqda ham, bu yoqda ham protsesslarimni tashib boraman. Ko'p o'yladim. Yo'q, qanday qilsam ekan? Mana bugun 2 aprel bo'lsa, 7 aprel kuni qizlarim bog'chaga chiqardi va men deydi-yu, ozodlik deydi-yu, o'g'lim ham bor. O'g'lim bilmadim qanaqa vaziyat bo'ladi. Balki o'g'lim bilan qiynalamanmi yo qilamanmi, ko'ramiz. 3tadan ko'ra boladan bittaga qarash osonroq deb o'ylayman. Tak, shunaqa dugonalar. Endi protsessni davom etaman. Hozir xonamda, spalnidaman. Hali to'qishxonamga tushganim yo'q. Chunki kecha to'qishxonamga endi tushaman deganimda qizlarim orqamdan men yo'qligimni bilmay, hidimdanmi yo'qligim bilib qolganmi. Mana shunaqa gapirib o'tirsam qilaveradi. Tak, jim bo'lib qolsam, men yo'q bo'lib qolsam, sirazi turib meni oldimga chiqadi. To'qishxonamga tushib ketdim. Briloklarimni, ko'zlarini kley qilib, temir joylarini tikib, shunaqa qilayotgandim. Videom oldim Telegramda. Shu paytda 1,5 soat o'tmasdan yugurib qaytib chiqishdi Fotima Zohram. Shunaqa. Mana shunaqa quyonchalardaman. Albatta tayyor protsesslar yana bundan 4 tagacha ko'paytirsam, ayiqlarga o'tsam, ayiqlarda video olishga harakat qilaman. Endi bir xil narsani yana shu 4 ta qildim deb ko'rsatmayman-ku. Shunaqa. Yana sizlarga bilan keyingi videolarda sizlarga hech qancha anavi bo'lmaydi. Menda esa vaqtlar, soatlar va kunlar bo'lishi mumkin. Hozir yaxshi tezlikda ketyapman. Shunaqa.
bitta bantikcha bo'ladi, betidan ikkita ip bo'ladi. Privetik qizlarjonlar, bugun kecha 2 edi, bugun 3-aprel. Kecha sizlarga ozgina protsess ko'rsatgandim quyonchalarni. Hozir yana bugun bir kun ichida ozgina siljitib qo'ydim. Tak, 2ta ko'rsatuvdimmi, nechta eslolmayman. 4ta sabzi rangdan, 4ta mana bunaqa to'q yashildan to'qidim. Faqat bularga ko'z qo'yib yopib tashlash kerak mana 4ta. Men yana yangi mana bunaqa ayiqchalari boshladim. 4ta bu rangdan to'qishim kerak. Endi bu ikkalasi ham Aksoft. Tak. Nomerlarini to'g'risi bilmayman. Bu to'qroq rang, bordoviy rang, lekin bu yoqda telefonda juda ham timqora ko'rinyapti, timqora debman, to'qroq ko'rinyapti, lekin ochiqroq rang. Tak, endi men hozir bularni hammasini oyoq qo'lini to'qib sirazi boshi bilan tanasini birga to'qib ketayotgandim birdanigada. Hozir esa tak bundan 4ta qoldi. Keyin mana bu svet bilan o'g'il bolachasidan ayiqchasidan 4ta to'qishim kerak edi. Bundan 3ta qoldi уже. Tak, men birdaniga endi detalllarni to'qib ketdim. Mana shunaqa detallari hozir ishlayman. Bilmayman, sanash kerak. Mana qo'lchalari bu. Mana oyoqchalar. 4ta ayiqchani oyoqchasi, 4dan demak 3ta ayiqchani oyoqchasi и qo'lchalar. 16 ta qo'l to'qishim kerak shunda. Hozir sanaymiz nechta bo'ldi, chunki men to'qyapman. Bilishim kerak nechta yana to'qishim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tush 8 9 10 11 12 12ta. 12ta bo'lsa yana 4ta to'qishim kerak ekan. 4ta to'qsam 16ta bo'ladi. Pastda olaman. Shtativdaman, shuning uchun qimirlab anovlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Tak. Shunaqa hozirgi mana protsessim faqat shu qismlari. Mana bu tanalarni to'qib ketish juda oson. Keyin birdaniga ko'z qo'yib chiqamanda, keyin sirazi yopib uchashka qilaman. Hozir birdaniga keyin ko'z qo'yaman, ularni ham alohida video qilib olaman. Tak, shunaqa menda protsesslar, boshqa protsessga вообще o'tganim yo'q, chunki boshqa narsaga o'tsam qolib ketishi mumkin. Вот. Qo'lim faqat mana shu quyoncha va ayiqchalarda. O'yladim men bu sal chiroyli tushib beryapti, lekin mana bu sal qizil yo anov qilyaptimi endi ko'ramiz. Lekin PDF oldin zakazga to'qiganimda bu yerda mayda burunchasi yo'q edi. Men bu yoqqa oqdan buruncha to'qiymanda ko'zlari qo'yaman. Просто tak ayiqcha to'qib berganda zakazga shunday ip bilan olib burnini tikib qo'ydim. Hozir esa alohida burnini, ayiqni burnini to'qiyman bunga oqdan. Shunaqa qizlar, bugun mehmonga boraman. Kechga hozir уже soat bizda soatim to'g'risi 4 bo'ldi. Yomg'ir yog'ish anusida qora bulut, xullas kech уже. Bugun kun bo'yi mana shu protsessni qildim bitta ayiqni tanasini bitiribman. Shunaqa. Ko'ramiz ertaga yana qanaqa protsesslar bo'lishini. Shu iloji bo'lsa kechga olsam yaxshiroq, chunki ertalabdan ko'rsatganda ertalab to'qiyman, ishlarimni qilaman. Mana shunaqa kechga yaqin vaqt bo'lganda, hozir vaqtim bor. Pastda xonamdaman, to'qish xonamda. O'shaning uchun lekin stolimda o'tirib olganim yo'q shtativda. Pastda o'tirib to'qiyapman, suyanib. Stolda o'tirsam belim og'rib qoladi, to'g'risi. Sal anoqas, bu yoqqa esa suyanib. Shunaqa dugonalar, endi shunaqa protsesslar. Hozircha xayr. Assalomu alaykum hammaga. Bugun 4-aprel. Menda yangilik. Men uchun yangilik, chunki men uncha-muncha
kitob o'qimayman. To'g'risi vaqtim ham yo'q 4 ta bola bilan. Hozir viazavod qiluvchi ayollar ko'pincha mana hammasi ko'pincha kitoblar boshlagan. Juda ham to'g'risi menga qiziq. Qandaydir oldin o'qiganman, lekin shu qizlik paytini shu bilan o'qiganim yo'q. Bilasizlarmi, men kecha Uzum marketdan kitoblar zakaz qildim. Mana shunaqa, hozir teparoqqa olaydi. Mana shunaqa Garri Potterni Uzum marketdan kitobini zakaz qildim 7 ta. Anaqa nima desam ekan, to'g'risi qiziqaman. Juda ham maqtashgan. Bu kitobda juda kinoda qisqa olingan bo'lsa, bu yerda to'liq holatda shunaqa to'liq holatda bo'lgan ekan. Tak anosi. Shuning uchun o'qib bilaman. Mana shunaqa 7 ta, hali ochganim yo'q. Kelinglar sizlar bilan ochamiz bu narsani. Har bittasini ko'ramiz qanaqa nomi bilan ekan hozir. Bitta boya qizim ochuvdi. Shu narsa yaxshiki, Uzum marketda bir kunda kelishi. Barbershopdan zakaz bersam 14 kunda AliExpress'larda menga keladi pochta. Bu yerda juda ham hozir mana bular albatta bo'sh vaqtlarimda misol bolalar uxlatganda bir o'zim kechqurunlari vaqtini topib albatta o'qiyman. Endi 2 kundan keyin qizlarim bog'chasiga ketsa, balki yanada vaqtim ko'proq bo'lar. Xohlasa bitta o'qishxonamga bitta polka yana qilishim kerak, shu kitoblar uchun. Qaranglar, har bittasini bunaqa. Tak, birinchisi qizlar. Birinchisi mana bunaqa ekan. Garri Potter va afsonaviy tosh. Ichi sal qoraroq ekan. Men oq bo'ladi deb o'ylagandim. Yaxshi. Albatta o'qiyman, faqat mana bu sotib olish kerak ekan. Zametka mana bunda qistirib qo'yish uchun yo mana bu degan joyingizni belgilash uchun unaqa hali menda yo'q. Bu birinchisi. Garri Potter va Azkaban mahbusi bu ikkinchisi. Bu ham shunaqa. Orqasi bilan ko'rsatay. Mana shunaqa. Ikkinchisi Garri Potter va maxfiy xona. Bu uchinchisi. Shoshilganimdan qizlar, tepada bolalarim bor edi. Bugun shanba-ku, dam olish kuni tashab chiqdim. O'zlari hozir baqir-chaqir qilyapti. Tezda obzor qilib kirib ketishim kerak. Keyingisi Garri Potter va olovli kubok. Bu zo'r qilgan, rasmlarni вообще diqqatni tortadigan. Qaranglar qizlar. Juda ham zo'r anunda qilingan. Ruscha varianti ham bor ekan. Lekin baribir o'zbekchaga o'zingiz tilingizga baribir ham tushunishingiz uchun уже mana qaranglar, 3tasi sal kichikroq variant ekan, уже 4-sidan boshlab bunisi qalinroq ketyapti. Вообще buni ko'rib, xullas o'zimni g'alati ham his qilyapman. Garri Potterni kinosini tushuntirib bera olmay. 4-chi bo'ldim, 5-chi Garri Potter va ajal tuhfalari ekan. Mana shunaqa. Ko'proq ekan bu. Maza qilib o'qisam kerak, bilmayman qanchada o'qiyman. Keyingisi 7 ta bo'ladi kitob qilib. Garri Potter va Qaqnus ordeni ekan. Вообще eng qalini shu ekan qizlar. Mana. Eng qalini shu bunga qaraganda ham bu ko'proq ekan beti. Mana bunaqa holatda. Voy. Zo'r gap yo'q va oxirgisi Garri Potter va Zot past shahzoda
oxirini eslolmayman. Kechayam ko'rdim, kitob kelishi uchun kitobga zakaz berib bo'lganimdan keyin kitob kelguncha хотя бы men ozgina bo'lsa ham solishtiraman. Qani kinoda qanaqa и Garri Potterda qanaqa demoqchi bo'lib yarmigacha bordim и vaqt bo'lmadi qizlar. Shu bilan kecha aytdim, uyga ketdik. Buni Telegramda aytdim, kecha mehmonga bordik kech payt. O'qish ham qilolmadim. Kech keldik. Shuni hisobiga ham mana qizlar 7 ta kitob. Mana o'ylaymanki faqat birinchi, ikkinchisini orqa maketin nomerlab yozilmagan ekanda, men ham hozir adashtirib yubordim qizlar. Mayli, undan ko'raman, bir va ikkinchini qilib olaman va o'qib ketaman. Mana shunaqa kitoblar judayam xursandman. Endi Xudo xolasa bular o'qib bo'lgandan keyin o'quvchi Saboqatova bilan hozir gaplashdim. Bir-birimiz bilan o'qigan kitobimizni almashamiz. Mabodo masalan bironta qizlar bilan o'z o'qiyotgan qizlar, hozir bizda o'quvchi qizlar ichida ham ko'p o'qiyotgan qizlar, agar birontasini menga kitobi yoqsa, ichiga kirib ketsam va zo'r qilib menga bitta kitob bor edi, bilmayman, o'sha qizlik paytida o'qigandim. Familiyasi Sharipov edi. Anavisi esa Xorazmida romani. Shunaqa zo'r edi, shu tarixiy edi u. O'shani lekin haligacha topolmayapman. U kitobda yo'q uyimizda ham, bilmayman qayerda. Qizlik uyimda ham bir marta o'qigandim. Shunaqa yo'qdi. O'shanaqa menga ichiga kirib ketayotgan kitob bo'lsa, masalan bironta bilan kitob almashsam, o'sha kitobni sotib olaman. To'g'risi kitob olishga sal ozgina anaqa qilib turibman, chunki menga hali ajratib olganim yo'q. Qanaqa roman, ular yoqadimi, tarixiy yoqadimi, mana buni detektivlar yoqadimi, hali unaqa bilmayman. O'shaning uchun baribir Garri Potter o'zimizda sevimli kinomiz. Baribir bu menimcha o'ylayman qiziqib ketsam kerak. Shu Saboqat opa bilan gaplashdik. Ular ham zakaz qilmoqchi edi. Keling dedim. O'qay, agar anaqa qilsam, o'rtacha bo'lsa bir o'qib ko'rishingizga jo'natib yuboraman dedim. Ular Buxoroda yashaydilar. Agar dedim zo'r bo'lsa tavsiya qilaman olishingizni va olasiz. Olaman dedilar. Olasiz dedim. Как masalan yaxshi kitob bo'lsa-da, men shu xohlaymanki o'zimni как shaxsiy kutubxona agar yaratsam, faqat haqiqatdan ham qayta o'qib zerikmaydigan, yanada birinchi marta o'qigandaqa kitob bo'lishini xohlayman-da. O'shaning uchun shunaqalarni yig'moqchiman. Asal yoqmaganlari menda bo'lishi kerak emas deb o'ylayman, chunki faqat ko'p kutubxonalarda anaqa o'zining shaxsiy kutubxonalari bo'lsa kimlardir ko'p bo'ladi-yu, lekin baribir ham hammasi yuzga yuz yoqmasligi mumkin. Shunaqa narsa menda bo'lmasin deyapman. Faqat men yaxshi ko'rgan, faqat men yana bir orada ancha o'tgandan keyin yana qayta o'qib, yana shunaqalarni yiqqim kelyapti. Shunaqa qizlar. Menda shunaqa yangiliklar. Hozir to'g'risi ishlarim bor, uy ishlari va bolalarga qarashim kerak. Bugun shanba, yakshanba va seshanba kundan qizlarim bog'chaga chiqsa, o'ylaymanki ko'p vaqtim bo'ladi. Shuning uchun уже bugundan vaqt anaqa qilsa sразу o'qiyman. Albatta sizlarga videolar davomida qanaqa taassurotlar bo'lganini va yoqqan yoqmagan jihatlarini aytib o'taman. Bugun balki yana protsess tashlarman qo'shimcha yoki bo'lmasam har kungidek bir kunlik protsessimni nima bo'ladigan sizlarga obzor qilib tashlayman. Hozircha пока. Assalomu alaykum hammaga. Bugun 9-aprel. Bugun men yarmarkaga borib keldim. Maktabga chaqirishdi. Damkom telefon qildi. Qanaqadir ko'rgazma, yarmarka, men uchun yarmarka, ko'rgazmaga chaqirdi. Xullas borib keldim. Ozgina o'yinchoq sotildi, briloklar. Qizlar, hozir men zakazlardaman. Hozir men bu ranglilar, ranglilar shotga olaylik. Men bu ranglilar 4 tadan tashqari ikkita jirafa, ikkita quyoncha va ikkita ayiqcha zakazga to'qilyapti. Hozir bug'u shunaqa 855 dan
buni to'qiyapman. Bugun payshanba bo'lsa, shanba kuniga chiqarib berishim kerak. Bu mobilga ilishadi. Men hozir oyi bilan bu ikkita bug'u tugatsam, ichida mana bunaqa anaqasi bor, shiqildog'i. Har bittasi nima bu? Zakazdagilarniki. Bularda yo'q. Bular sotuvga to'qilgan. Bular yarmarka qilib chiqqanimda sotuvga olib chiqaman. Qaranglar qizlar, mana bu yerga pastga fon qildimda, gilam ustiga mana shunaqa fotofonimni qo'ydim. Shu yerdan to'qigan o'yinchoqlarni bir chekkadan taxlab ketaman. Men hozir ko'rsataman sizlarga, polka oldim. Menda yangiliklar ko'p. Orada nechinchi kuni video olganimni bilmayman. Menda yangiliklar bor. Polka oldim, korзина oldim. Korзина debman, o'yinchoq soladigan anaqacha lattaligidan-da. Hozir sizlarga hammasini ko'rsataman. Вот. Mana qizlar, mana bunaqa. Men mana bunaqa uzun marketdan mana bunaqa sinjifon solish uchun katta oldim. Razmerini hozir esimda yo'q. Ichi qanaqadir anaqa, tashqarisi bo'z. Adashmasam bo'zga tikilganmi xayolimda. Qattiq shunaqada. Bu birinchisi bo'lsa, mana bu ikkinchisi. Bu kichikroq, mana buni oldida. Katta, bu kichikroq. Men buni sinjifon uchun, buni esa o'yinchoqlar solmayman. Mashurasi rangi yoqdi menga. Buni kattaligi yoqdi, bu ham yoqdi. Bilasizlarmi, buni men pastda podvalim, pastda xonam. Tepaga xonamga chiqqanimda mana shu yerga protsesslarimni solib, iplarimni, sinjifon ozgina, hamma narsamni birinchi bir tayyor bo'lgan o'yinchoqlarni solmoqchi edim. Keyin esa o'yladim, undan ko'ra protsesslarimni tepa pastga tushganimda, chunki kechqurun bu yoqda to'qolmayman. Bolalarni uxlatishim kerak. O'shaning uchun chiqqanimda mana shunchaga solib ketaman. Bilasizlarmi, bugun ko'rgazmaga ketganda ikkalasini ham bo'shatdim, ikkalasini ham narsalarni solib, xuddi sumkacha qilib, bitta qilsam sumkacha bo'ldi. Mamdek bo'lib, lekin zo'r bo'lib maza qilib olib keldim. Taglari kir bo'lmabdi. Yo'q, qaranglar, ozgina bo'libdi mana. Men sizlarga hozir polkamni ko'rsataman. Yana polka zakaz qilganman. Xudo xolasa yana iplar zakaz qildim. Xudo xolasa dushanba kuni yetib kelsa kerak. Chunki bugun ularni polka kelishlari kerak sotuvchiga, ya'ni Sabohat opaga. Kelsa, ertaga chiqsa bir kundan keyin yo'lga chiqadi. Shanba bozorga to'g'ri kelib qolyapti-da. Shanba kuni bo'lsa ham, lekin meni qo'limga kela olmaydi. O'rtada yakshanba kuni bor. Shuni hisobiga ham katta oq polkam ip uchun dushanba kuni iplar bilan ovolaman qo'limga. Kelinglar, sizlarga hozir polkamni ko'rsataman. Mana shunaqa polka uzun marketdan zakaz qildim. Iplarim tushib yotibdi. Buni men 9 etажkalik mana ikkita zakaz qildim. Mana shunaqa tepada yarnar jinslar, baby cottonlar, mana pastida plushlar, iplar. Keyin yana men Valvers'dan mana bunaqa ip zakaz qilgandim, keldi. Yarnar jins nomer 11. Mana shu ham jinsi rang rosa ham yoqdi. Bu 68. Iplarim bor, yaqinda ko'ring. Men bu iplarni nimaga to'qishni bilmay turdim, qizlar. Tushib ketyapti. Mana bu mikrovelurni nimaga to'qishni bilmay turdim. Bildim nimaga to'qishligimni. Sizlarga to'qgandan keyin albatta ko'rsataman. Ana tushib ketdi. Oldim. Buni mayli aytavering. Buni kitoblar uchun belgilash, nima deydi, zakladka kitoblarni, sahifalarini belgilashda, xullas nima deyman. Mana shunaqa to'qiyman. Gulcham,
masalan sariqulcha qilsam, как раз mana bu ranglari, yashillari bargiga qilsam bo'ladi yoki mana bundan qilsam bo'ladi. Xullas, shunaqa qilib qilmoqchiman, lekin hozir bilmayman, menda vaqt yo'q. Tak iplarga keladigan bo'lsak, jigarranglarim hammasi kamdan qolgan. Pastda qora, tepalarida seri bilan tanarang, ko'k, qizil, pushti va mana bu yerda yashillarim menda. Yashillarim bu yerda sariq, sabzarang aralash qilib qo'yganman. Shunaqa hozir orqadan ko'rsataman. Tepada esa to'qigan o'yinchoqlarimiz, xudo xohlasa shanba bozor chiqsak, bular sotilib ketadi. Voy, juda charchab qolgan shekilli turaverib. Bu opchamniki, to'qigan opchamniki. O'rtadagi meniki. Oxiridagi shunga ko'ylak kiygizishim kerak. Tak shunaqa qizlarjonlar. Menda mana shunaqa xona bo'ldi. Bu yoqqa polka keladi. Xudo xohlasa polka bilan birga 30 ta, 31 ta, 30 ta ip zakaz qildim. Hammasi tanarang. 353 bilan 353 bilan 0.25. Shunaqa u kattaroq bo'lsa kerak, bilmadim. Joy shunaqa ochib qo'ydim. Agar sig'maydigan bo'lsa, buni bu tarafga qilib, mashinamni joy ochaman. Bu muammo emas. Mana shunaqa. Keyin men buni ko'rsatdimmi? O'yinchoqlar почти bitganlarni ko'rsatmayman. Mana buni ham olib borib keldim. Tak hozir menda shunaqa. Hali quyonchalarimda qolib ketdi. Quyonchalarim, xudo xohlasa to'qib bo'lsam, birinchi bo'lib o'shalarni bitirib tashlayman va hozirgi aytgan joyimga bir chekkadan qilib boraman. Salom qizlarjonlar, bugun zakazimni chiqarib yuboryapman. Mana shunaqa zakaz. Toshkentga chiqib ketyapti. Mana bunaqa oychalari to'qidim. Bular ham birga bitta joyga chiqarib yuboryapman. Endi hozir ichiga o'yinchoqlar to'qishim kerak yarmarkaga. Bularni chiqarib olsam, hozir borib pochtadan chiqarib olishadi. Ikkita aylan, ikkita ayiqcha, ikkita quyoncha, ikkita jirafacha, oychalar. Boshqasiga ulgura olmadim. Bulutcha ham to'qishim kerak edi, lekin ulgura olmadim umuman. Shuning uchun borini chiqarib yuboraman. Assalomu alaykum. Bugun 12-aprel. Menda shunaqa jarayonlar. Hozir bunaqa ayiqchalarimni sherchaga aylantirib tashladim. Mana ayiqchalarni sherga aylantirdim, chunki iplarim, tanaranglarim почти qolmayapti-da. Men bor iplarimdan qanaqa iplar bor bo'lsa, o'sha iplardan o'yinchoqlar to'qimoqchiman va optimga yoki bo'lmasam ko'ramiz, harakat qilaman. Shunga bittada ko'p qilib zakaz bermoqchiman. Pul yig'ib, o'shaning uchun bor iplardan to'qimoqchiman. Bu ayiq edi. Bundan oldingi videoda agar olgan bo'lsam, to'g'risi eslolmayman. Ayiq edi. Men buni sherga aylantirdim, chunki jigarrang iplarim bor ekan. Telegram kanalimda ko'proq videolar qo'yib boraman, chunki u yerda qizlar bilan sразу kommentariyada yozishadi, ular fikrlab berishadi, shunaqa bepul pdflar tashlashadi. Shunga qarab gaplashib, ko'proq u yerda har kunligimni tashlab boraman. Kimda Telegram kanalimga ulanmagan bo'lsa, yozinglar kommentariyaga, ссылка beraman. Qo'shilib olasizlar meni tanimagan, bilmaganlarga. Xullas, mana shunaqa ayiqchalar. Dadam kelib qoldilar. Tak. Xullas, hozir men ayiqchani o'zgartirib tashladim. Hozir o'g'il bolachasini to'qidim. Mana shunaqa. Bu PDF Komila degan qiz yaratgan. Undan hozir bitta ayiqcha, quyoncha edi. Mana bu quyoncha, ayiqcha edi. Men bundan filni sherga aylantirdim. Filiq to'qimoqchiman, asalari to'qimoqchiman, kuchukcha to'qimoqchiman, drakon to'qimoqchiman. Bitta PDFda o'zgartirib har xil o'yinchoqlar to'qimoqchiman. Mana shunaqa protsessdaman.
yana 3 ta sherchani to'qib bo'lganimdan keyin men bu protsesslarga quyonlarga o'taman. Videomni boshida balki video YouTube'ga qo'ygan bo'lsam, boshida buni quyonlarga ko'rsatgandim, to'qishni boshlagandim. Zakazim tushdi. Zakazimni berib yubordim. Hozir mana endi ijod time bo'lyapti. Demak, menda bor iplardan to'qish bor. Nima ip bo'lsa, albatta haliroq keyingi videomda albatta olib qo'yaman nima borligini. Shunga qarab to'qiyman. Pulli master-klassdan Yorhappy Toys kanalidagi Jenyani Marina to'qishim kerak. Mariga kamroq ketadi tanasiga. Men aytdim-ku, tana rangi kam. Mana bunaqa 0.25 dan Aksofdan ishlataman. 350 uchun tugagam. Xullas shunaqa. Hozir bularni bitirib bo'lgandan keyin bunga protsessga o'taman. Mana bu yerga pastga o'tirib oldim xonamga. Men bunaqa bardakcha o'zi boshida aytishim kerak, bardakcha. Chunki to'qish jarayonimdan olyapman. Xullas mana bu fotofonimni ustiga bir chekkadan o'yinchoqlar to'ldirib ketaman va pastga yig'ib ketaman. Qani ko'ramiz qancha o'yinchoq to'qir ekanman. Astki iplarimdan briloklar to'qiyman. Brilok ilgich ipchasidan Valbertdan zakaz berib qo'ydim. Xudo xolasa kelsa briloklarni to'qib ustiga shunday qadab qo'yaman. Temir emas, oddiy ipligidan. Qadetgani bor pastida. Qiynaldim to'g'risi, tikkim kelmayapti. Tikkanimda ba'zi paytlar sotilib ketadi. O'shaning uchun ozgina qimmat bo'lsa ham, lekin puliga sotganimda arziydi. O'shaning uchun temir brilokda o'rniga ipcha zakaz berdim. Shunaqa ko'zlarni o'ylanib turibman, balkim optim zakaz berish niyatim bor. Menda shunaqa ijodlar, ba'zi paytlar videolar chalkash bo'lib ketishi mumkin. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Ko'proq aytibman-ku, Telegramga video qo'yib borganim uchun mana shunaqa protsess joyida ololmayman. Ko'rishguncha, xayr.